Assalomu alaykum, xonimlar, charchamayapsizlarmi? Bugun sizlar bilan Aura kreatimizani ko'rib chiqamiz. Uni noldan qanaqa yig'ilishi, nimadan tashkil topgani, qatida nimasi borligi hammasini sizlarga tushuntirib ko'rsatib o'taman bittama-bitta. Buni afzallik taraflari uyingizda bemalol ayolingiz bilan o'zingiz ham yig'ib tashlasangiz bo'ladi. Hozir videoni ko'rgandan keyin o'zingiz tushunasizlar. Aura kreatimizani hozir sizlar bilan yig'ib chiqamiz. Hop, buning uchun bizga jelatinli 2 ta odam kerak bo'ladi. Men hozir bitta o'zim amallashga harakat qilaman. Ketdik. Mana birinchi bo'lib bosh qismini, izgoloviyasini devorga to'g'ri qilib taqab qo'yamiz. Keyin mana o'rtachasini hozir bizda bu yerda mexanizmlari qotirilgan. Buni qanaqa qotirishni ham hozir ko'rsataman alohida. Hop, mana ikkita teshigi bor, shunga kiritiladi. Imam bitta 2 sentrigini shundoq yarim amaliyot burab qo'yasizlar. Bo'ldi. Mana bu ushlab qoldi. Bo'ldi, devorimiz ketmaydi. To есть izgoloviyamiz. Endi mana shu tushunlarni almashtirib olaman. Xo'p, endi mana sizlarga mexanizmini qanaqa qotirishni ko'rsataman. Mana o'zi tayyor chiqadi bu. Shunda o'zini 5 ta teshigi bor. 5 ta teshigiga shundoq qo'yiladi. Hammasini qotirib chiqamiz. Bunda hech narsani o'lchash shart emas. Hammasi o'lchab joy-joyiga teshilgan bo'ladi. Xo'p, ko'ryapsizlar, hamma bizda qotirishlari, ya'ni svyazka joylari hammasi bolt gaykada. Bu degani ko'p marta yechib qotirsa bo'ladi degani kravatni. Ya'ni bu uydan ko'chdingiz, boshqa uyga bemalol kravatni ko'chirib olib ketsanglar bo'ladi degani. Xo'p, endi mana bu ugillarni qotiramiz. Hamma ugillari bizda temirdan bo'ladi. Temirda qotadi. Bolt gaykada ko'rib turibsizlar. Buni keyin bu bosh qismiga qotiramiz hozir turg'izganda. Buni bolti uzunroq bo'ladi. Bosh qismini ichirog'ida bo'ladi. Gaykasi. Bu tarafi ham xuddi shunaqa bolt gaykada bo'ladi. Hop. Buni mexanizmini qo'yib qo'ydik oldindan. Video cho'zilib ketmasligi uchun. Bu kravatimiz ham ikkinchi, 3-marta yig'ilishi. Hammasi o'z joy-joyiga tushaveradi mana shunaqa. Endi past qismini xuddi shunaqa uslubda qotirib chiqamiz. O'tgan ham sal uzunroq bolt qo'yiladi. Bu yoqda ham o'rtasida MDF kirib turadigan joy bor. Yon qismlarini qotirib chiqamiz. Keyingisi kapotimizni ko'tarib turadigan yana bitta narsalardan biri bokovoy poddeshka deyiladi buni. Og'irlikni ancha qismini shu narsa olib beradi, ko'tarib beradi, ya'ni. Buni ham qotirib qo'ysanglar bo'ldi joyiga. Endi ustki qismini, kapot mexanizmini birga qo'yamiz hozir sizlar bilan. Kravatimizni ustki qismi, ya'ni o'sha matras turadigan o'rni, bu o'zi aslida 2 bo'lak bo'ladi, 2 ga bo'lingan bo'ladi. Biz buni ulab olamiz mana bunday qilib. Bu transportirovka uchun oson bo'lsin deb 2 ga bo'lingan, domlaga olib chiqishga oson bo'lishi uchun. Hop, ulab oldik buni biz bu yoqda hozir. Endi kravatimizga o'rnatamiz buni. Buning uchun bitta yordamchi kerak bo'ladi menga. Yordamchimiz bilan o'rnatamiz. Kravatimizning ustiga ko'tarma mexanizmini qo'yib oldik. Endi buni har bir tarafidan 3 tadan bolt bor. Mana yordamchim pastidan ushlab turibdi. Qotirib chiqamiz. Hop, bunisiga o'tamiz.
Har bir qatorda 3 tadan bo'ladi. Общий 12 ta bolt qotiriladi. Kravatimizni tagiga soladigan mana shunaqa HDF bo'ladi. Tagiga solganingizda uni chiroyli estetik ko'rinishi uchun, mana bunaqa gilam ko'rinib turmasligi uchun buni ham solishi yo'li bor o'zini. Shuni olasizlar. Bosh qismidan shuni kirgizib, uni sekin tortib olasizlar. O'zi joylashib. Ikkinchi tarafini ham xuddi shunaqa qilib sovuramiz. Tortamiz, bo'ldi tushadi. Hop, kravatimiz ham tayyor bo'ldi, ko'rib turibsizlar. Taxminan 15 minutda yig'ib bo'ldik buni. Hamma yog'i bo'ldigan aka. Shu o'zini joyini topib qotirsanglar bo'ldi. U juda ham oson ish. Mana kravatimizni yopiq holda bitta ko'rsatamiz. Kapotli, ustiga hozir matraslarni qo'yib yuboramiz. Keyin yana batafsil bitta ma'lumot berib o'tamiz. Mana matrasimizni ham qo'ydik. Hop, kravatimizga kelsa endi matolari ikki xil kombinirованный bo'ladi. Ya'ni bu yog'i yumshoq materichli, bu yog'i ekokojadan qilingan. Nimaga bu tepasini ekokoja qilganimiz sababi bemalol chang bo'lsa artib tozalasanglar ham bo'ladi. Lekin materiallarning o'zi ham matolari moyishi materiallar, hammasi bemalol dog' bo'lib qolsa, joyida turgan joyida yuborsanglar bo'ladi. Kravatimizni o'zingizlar ko'rdinglar, yig'ilmagan holida ham hamma joyi MDF dan qilingan. Xohlagan joyini ochib bemalol o'zingizlarda tekshirib olsanglar bo'ladi. Agarda ichidan DSP chiqib qoladigan bo'lsa, o'sha zahoti kravatinglarni boshqasiga yoki pulini qaytarib beramiz yoki almashtirib beramiz. Muammo yo'q. Kravatimizning yana bitta afzallik tomoni, mana bu burchak tomonlari dumaloq qilib ishlangan. Oyoq urmasligiga ham, bu dizaynga ham chiroy beradi. Har tomonlama juda ham chiroyli chiqqan kravatimiz. Kravatimizni endi mijozlar uchun tayinlab qo'yamiz. Mana showroomga mos ravishda o'zini yostuqlari va oyoqni yechmasdan qo'yib yurish uchun o'zini sholchasi deydimi? Hop. Kelib do'konga bemalol yotib ko'rsanglar bo'ladi. Biz ham yotib ko'ramiz. Hop. Zo'ragan matras. Matrasimizga kelsak, matrasimizning balandligi 25 sm. Ikkita tomonlama bo'ladi. Bir yog'i qattimroq, bir yog'i yumshoqroq bo'ladi. Siz o'zingizga qulay kelgan tarafini qo'yib yotirishingiz mumkin. Matrasimiz независимый prujinadan iborat. Ya'ni bir-biriga bog'lanmagan alohida qopchada prujinalar bo'ladi. Hop, matolari qo'lga yoqimli, poliester bo'lsa ham yaxshi mato ekan. Menimcha men hozir yumshoq tarafida yotibman shekilli. Orqasi sal qattimroq bo'ladi. Bu matrasimizning narxi 2/80, ya'ni hozirgi shu matrasimizning narxi 3.240.000 so'm chiqadi. Aksiyada shu kravatni o'zini narxiga olsanglar, ya'ni bu kravatning narxi 9.800.000. 9.800.000 ga shu kravatni olsanglar, shu matrasni yoki besprujinli xuddi shunday balandlikdagi matras bor. Hamma yog'i xuddi shunaqa, faqatgina uning ichida prujina bo'lmaydi. O'sha matrasimizni bepulga qo'shib beramiz. Xohlaylar uni besprujinli, xohlaylar bunisini prujinaligini tanlab, o'zingizlar yotib ko'rasizlar, showroomga kelib tanlab olishingiz mumkin.